Mozart 3 yoshida pianino chalishni boshlagan. Butun bolaligi notalar va mashqlar bilan o'tgan. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg esa 12 yoshda dasturlashni boshlab, kollej yotoqxonasidayoq dunyoni o'zgartiradigan kodni yaratdi. Lekin Kar Bethoven bolaligidan musiqaga dasturlanmagan bo'lsa-da, dunyoni hayratga sola oldi. U adabiyot va falsafaga juda ham qiziqardi va ulardagi g'oyalarni musiqada aks ettira oladigan daho edi. Instagram asoschilari Kevin Systrom va Michael Krieger esa dasturlashdan tashqari dizayn, suratga olish va marketingni o'rganishgan. Ular sohaga kechroq kirib kelishdi, lekin aynan shu turli sohalardagi tajribasi ularga Zuckerbergning Facebook'ini o'lik ilovaga aylantiradigan platformani yaratishga yordam berdi. Biz balki bir yo'nalishni mahkam tutib dahoga aylanishimiz mumkin, lekin turli yo'nalishlarni bir-biriga bog'lay o'rganlar bizni quvib o'tadigan daholarga aylanishadi. Siz hali ham tajribaga aldanyapsizmi?